Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlarda irqiy tengsizlik masalasi ko'rganingizdek hamon dolzarb. Lekin yaqinda bir necha faol oliy mukofot bilan taqdirlandi. Prezident Barak Obama Qo'shma Shtatlarda adolat va tenglik uchun kurashib kelayotgan 19 fuqaroga erkinlik medalini topshirdi. Ular orasida bundan yarim asr avval qora tanlilarning ovoz berish huquqi uchun kurashib nobud bo'lgan 3 kishi ham bor. James Cheney, Andrew Goodman va Michael Shvernerning oila a'zolari 1964-yilning yozida erkinlik yozi nomini olgan kampaniya chog'ida halok bo'lgan jamoatchi faollar nomidan medallarni qabul qildi. James, Andrew va Michael o'z faoliyati kelajakda fuqaro huquqlari harakatiga qanday ta'sir ko'rsatishini tasavvur ham qila olmagan. Endigina 20 yoshga kirgan 3 yigit Missisipi shtatidagi asosan qora tanlilar yashaydigan shaharchada saylovchilarni ro'yxatdan o'tkazishga harakat qiladi. Biroq Ku Klux Klan nomli irqchilar guruhi faollarga hujum qilib ularni o'ldiradi. Voqeadan 40 yil o'tib, qotillardan biri jazoga tortiladi. Iste'fodagi sportchi 90 yoshdan oshgan Charles Sifford Amerika golf uyushmasi saflariga qora tanlilarni qabul qilish uchun kurashgan. Bugun u ham taqdirlandi. Erkinlik medali bilan mukofotlanganlar orasida shuningdek Susan Harjo ham bor. U Amerikaning tub aholisi hindular huquqlari uchun kurashgan shoira va ta'limotchi. Bir necha hindu qabilalariga o'z yerini qaytarishda yordamlashgan. Susan tufayli ko'plab hindular o'z urf-odatlaridan faxrlanib yashaydi. Gollivud yulduzi Meryl Streep ham mukofotlandi. Meryl rollarni shunday mahorat va matonat bilan ijro etadiki, xuddi bir-birimizga rahmdil bo'lishimiz inson tabiatidagi eng a'lo ne'mat deyotgandek. Bundan tashqari u xotin-qizlar huquqlari himoyachisi bilan tanilgan. Chililik yozuvchi Isabel Allende, jurnalist Tom Brokaw, marhum senator Robert Kennedyning umr yo'ldoshi Ethel Kennedy hamda qo'shiqchi va bastakor Stevie Wonder ham bu sovringa loyiq topildi. Erkinlik medaliga 1963-yilda prezident John Kennedy asos solgan. Shu kungacha 500 dan ortiq odam bu sharafli mukofot bilan taqdirlangan. Siz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizni biz bilan bog'lab turadi. Facebookda bormiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki, Muymir va VKontakteda ham o'z sahifalarimizga egamiz. U yerda maqolalarimizni o'qishingiz, dasturlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Telejurnalimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.